Assalomu alaykum hammaga. Sizlarni yana bir marta ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'tgan safar jicha noto'g'ri xato qilib yutqizib qo'ydim. Lekin mana o'sha narsani oqladim deb o'ylayman. Alhamdulillah. Bugungi holatni juda ham ko'p kishi bilmaydi. Ahvolim og'irlashib qoldi. Abetdan mazam qochdi. Boyima atkaz qilishimga to'g'ri kelib qoldi. Ustozimdan so'radim, hamma xavotirda. Sultondan so'radik. Kechki payt 12 da rushasan, davay vassalamlarni qil deydi. Majbur mana shu boyda shuncha mehnat qilganligim uchun chiqib, bu ko'z yoshlar hammasi shu yerda mehnatlarim uchun. Mana shu yerda ham aralarida dadamlar ham o'tirishibdi. Dada sizlarni yaxshi ko'raman. Ota-ona hammalarni. Uyda onam bolalar kelolmadilar boyga, juda ham. Ona yutib oldim, Xudoga shukr. Inshaalloh UFC'ga chiqamiz. O'zbekiston bayrog'ini balandlikka ko'taramiz.